boshqalardan ajralib turaman deganlar uchun oyoq kiyimimizga kelgan Defero Umo brendidan sifat darajasi oliy darajada. Даже upakovkasini qarang, o'zini spetsialniy qadoqlanadigan xaltachasi bor. Mana bular nima deyapti? Mana bular. Oxirida aytib o'taman nima ekanligini ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ikkita yana zajimi bor. Qani bismillah deb ochamiz. Oyoq kiyimimiz juda ham необычный, noodatiy uslubda tikilgan. Oyoq kiyimimizga baho bering. Temno-siniy rangda, usti ko'jadan ishlangan, oddiy koja emas, sifati yuqori darajada. Ko'rib turgan barsovkamiz chetlari tikilgan, qalin podoshvaga ega, sovuq o'tkazmaskan, qiziq joyi, mana detallari ko'rib turganingizdek, ustida mana bunaqa yopib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'z tabdilingizga mos kiya olasiz, ko'rib turganingizdek. Ikkinchisini ko'ramiz. Voy, mana buni qarang, mana buni. Juda ham chiroyli, juda ham необычный tikilgan, boshqalardan ajralib turaman deganlar uchun oyoq kiyimiz. Temno-siniy rangi bor, mana bu yerda oq bilan va temno-siniy bilan kollaboratsiya variantlari va qora va seri kollaboratsiya variantlari bor. Narx qiziq bo'lsa kommentariyada plyus qoldiring.